Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Shafoatning turlari. Shafoatni ikki turga ajratish mumkin. Birinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xos shafoatlar. Ikkinchisi, umumiy shafoatgo'ylarning shafoatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xos shafoatlar. Birinchisi, barcha payg'ambarlar orasidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xos qilib berilgan ulkan shafoat. Qur'oni Karimda ushbu shafoatga ishora kelgan. Shoyatki Robbing seni qiyomat kunida maqtovli shafoat qiladigan maqomda tiriltirsa. Isro surasi 79-oyat. Oyati karimada zikr qilingan maqtovli maqomni jumhur ulamolar payg'ambarimizga beriladigan qiyomat kunidagi ulkan shafoat deyishgan. Ikkinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yaxshiliklari va yomonliklari teng kelib qolgan qavmlarni jannatga kirishlari uchun qiladigan shafoatlari. Ba'zilar bu shafoat to'g'risida Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ham, u zotdan boshqadan ham sahih xabar kelmagan deyishgan. Ba'zilar ushbu oyatni keltirishgan. A'rof, arosat uzra jannat va do'zaxdagilarning har birini siymolari, alomatlaridan tanib oladigan kishilar bo'lur. A'rof surasi 46-oyat. Yaxshiliklari va yomonliklari teng kelib qolgan kishilar bir tafsirga ko'ra ushbu oyati karimaning umumiy ma'nosiga kiradilar. Ya'ni yaxshiliklari va yomonliklari teng kelib, o'rtada turib qolgan kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafoatlari bilan jannatga kiradilar deyishgan. Uchinchisi, do'zaxga amr qilingan qavmlarni unga kirmasliklari uchun qiladigan shafoatlari. Buning dalili Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning umumiy qilib aytgan quyidagi so'zlaridir. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatimdan ahli kaboirlarga shafoatim bordir dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Shuningdek, do'zaxga kirgan ba'zi kimsalarning u zotning shafoatlari sababli undan chiqarilishi haqida ham rivoyatlar kelgan. Bizlarga Imron ibn Husayn radhiyallohu anhuma Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan eshitganini gapirib berdi. Bir qavm Muhammad sallallohu alayhi vasallamning shafoatlari sababli do'zaxdan chiqib jannatga kiradilar. Jahannamiylar deb nomlanadilar. Buxoriy rivoyat qilgan. To'rtinchisi, jannatga kirganlarni amallarining savoblari taqozo qilgan darajada yuqori darajaga ko'tarish uchun qiladigan shafoatlari. Bunga ushbu hadis dalildir. Ummu Salama radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Salamaning yoniga kirdilar. Uning ko'zi bir tomonga qarab qolgan edi. Uni yopib qo'ydilar. So'ngra qachon ruh qabz qilinsa, ko'z unga ergashadi dedilar. Uning yaqinlari yig'lab yuborishdi. U zot o'zlaringizga faqat yaxshi narsani tilanglar. Albatta, farishtalar aytayotgan narsalaringizga amin deb turadilar dedilar. So'ngra, ey Allohim, Abu Salamani mag'firat qilgin. Uning darajasini hidoyat qilinganlar holatida ko'targin. Unga ahlidan o'rinbosarlar qilgin. Ey olamlar Robbisi, bizni ham, uni ham kechirgin. Unga qabrini keng va nurli qilib bergan dedilar. Muslim rivoyat qilgan. Beshinchisi, ba'zi qavmlarni jannatga hisobsiz kirishlari uchun qiladigan shafoatlari. Bu haqida quyidagi hadisda xabar berilgan. Zuhriydan rivoyat qilinadi. Menga Said ibn Musayyab gapirib berdi. Unga Abu Hurayra gapirib bergan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jannatga meni ummatimdan yuzlaridan nur balqib turgan bir guruh kiradi.
Ular 70 mingtadir. Ularning yuzlari to'lin oy kechasidagi oyning ziyosidek nur taratib turadi, deyotganlarini eshitdim. Abu Hurayra shunda Ukkosha ibn Mihson Asadi ustidagi chakmonni ko'tarib, sakrab o'rnidan turib ketdi va ey Allohning rasuli, meni o'shalardan qilishini so'rab Allohga duo qiling dedi. U zot sallallohu alayhi va sallam ey Allohim, uni o'shalardan qilgan dedilar. So'ngra ansorlardan bo'lgan bir kishi o'rnidan turib, ey Allohning rasuli, meni o'shalardan qilishini so'rab Allohga duo qiling dedi. U zot uni Ukkosha sendan oldin qo'lga kiritib bo'ldi dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. 6. Azobga mustahiq bo'lib qolganlarning azoblarini yengillatish uchun qilinadigan shafoatlari. Buning dalili ushbu hadisdir. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida amakilari Abu Tolib zikr qilinganida u zotning shoyatki qiyomat kunida unga mening shafoatim naf bersa, u olovning chuqur bo'lmagan, 2 to'pig'igagina yetib turadigan sayoz joyiga qo'yiladi. O'sha joy sababli bosh miyasining pardasi qaynab turadi deganlarini eshitgan. Buxoriy rivoyat qilgan. 7. Barcha mu'minlarga jannatga kirish izni berilishi uchun qilinadigan shafoatlari. Buning dalili ushbu hadisdir. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam men jannatga erishish uchun avvalgi shafoatchiman dedilar. Dorimiy rivoyat qilgan. Ya'ni u zot insonlarning jannatga kirishlari uchun avvalgi shafoatchidirlar. 8. Gunoh kabira qilgan ummatlari uchun qilinadigan shafoatlari. Buning dalili ushbu hadisdir. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatimdan ahli kaboirlarga shafoatim bordir dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain.